Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Bugungi mavzumiz mantiqiy amallar. Mulohaza. Mulohaza o'zi nima? Mulohaza ma'nosiga ko'ra faqat chin yoki yolg'on qiymat qabul qila oladigan darak gapdir. Mulohazaga misol keltiradigan bo'lsak, masalan, Toshkent O'zbekistonning poytaxti. Oy yer atrofida aylanadi. Yolg'on mulohaza esa 3-5 dan katta. Chin yoki yolg'onligini aniqlash imkoniyati bo'lmagan gaplar bu oldimga kel, kitobni oching, she'rni yodladingmi? Mulohazalar algebrasi. Mulohazalar algebrasida ma'nosiga ko'ra chin yoki yolg'on bo'lishi mumkinligi bo'lgan gaplar, ya'ni darak gaplar bilangina shug'ullanadi. Mantiq algebrasida mulohazalar harflar bilan belgilanadi va mantiqiy o'zgaruvchilar deb ataladi. Agar mulohaza rost bo'lsa, unda mos keladigan mantiqiy o'zgaruvchining qiymati bitta, a teng 1 ga. Noto'g'ri bo'lsa, ya'ni yolg'on bo'lsa, 0, b 0 deb belgilanadi. 0 va 1 mantiqiy o'zgaruvchilar deb ataladi. Sodda va murakkab mulohazalar. Mulohaza sodda yoki murakkab bo'lishi mumkin. Faqat bitta tasdiqni ifodalovchi mulohazani elementar sodda mulohaza deb hisoblaymiz. Mantiqiy amallar yordamida elementar mulohazalardan murakkab mulohaza tuziladi. Demak, mantiqiy amallarga o'tamiz. Berilgan x va y elementlar elementar mulohazalar chin bo'lganda chin qiymat qabul qilib, qolgan hollarda esa yolg'on qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza x va y mulohazalarining konyunksiyasi deb ataladi. Va buni ikkinchi nomi mantiqiy ko'paytirish ham deb yuritiladi. Bu yerda rostlik jadvali keltirilgan. Rostlik jadvalidan foydalanib konyunksiyani aniqlashimiz mumkin. Ikkinchi mantiqiy amalimiz bu dizunksiya amali. Berilgan x va y elementlar mulohazalari yolg'on bo'lganda yolg'on qiymat qabul qilib, qolgan hollarda esa rost qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza x va y mulohazalarining dizunksiyasi deb atalar ekan. Demak, bu yerda ham dizunksiyaning rostlik jadvali keltirilgan. Mulohazalarning inkori, ya'ni mantiqiy amallarda keltirilgan mulohazaning inkori. Berilgan x elementar mulohaza chin bo'lganda yolg'on qiymat qabul qiluvchi va aksincha x yolg'on bo'lganda chin rost, ya'ni qiymat qabul qiluvchi mulohaza, ya'ni murakkab mulohaza x mulohazaning inkori deb atalar ekan. Bu yerda inkor jadvalimiz keltirilgan. Bugungi video darsimizdagi keltiriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.